Gagarina ko'chasida shundoq yo'lda betida joylashgan 9 qavatli domda 6-qavatda 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Albatta liftimiz bor, kadastrimiz bor. Hozir sizga qisqa video obzorni ko'rsatib o'taman. 110 metr kvadratni tashkil etgan ushbu kvartiramizning mehmonxonasi bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, yumshoq mebel qo'yilgan. Bu tomonda balkonimiz bor. Keling, boshqa planirovkamiz bilan hamda remontimiz bilan tanishib o'tamiz. Mehmonxonadan chiqqanimizda bizda prixoshka keng bo'lyapti. Bu tomonda prixoshka mebellar qo'ysangiz bo'ladi. Mana chap tomonimizda bizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin 2 kishilik yotoq mebeli, kerakli barcha mebellar, jihozlar o'rnatilib ketilgan. Kvartiramiz to'liqligicha to'pli polda, mana to'pli polning kollektorlari ham bor. Bu yerda esa bizda 3-xonamiz bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin mehmonlar uchun yotoqxona yoki bolalar uchun yotoqxona qilib bersangiz ham bo'ladi va uy bekalarimizga manzur keladigan oshxonamiz bo'lyapti. Marhamat, рабочая zona, bitovoy texnikalar qo'yilgan. Bu tomonda balkonimiz bor. Kvartiramizda 2 balkon bor. E'tibor bergan bo'lsangiz mehmonxonada hamda oshxonada bo'lyapti. Prixoshkalarimiz to'liqligicha atachentoda, mehmonxonamiz ham atachentoda remontdan chiqqan. Hamda 2 sanuzlimiz. Marhamat, umumiy sanuzl bo'lyapti, yuvinish xonasi bilan birgalikda va alohida hojatxonamiz ham bor. Ariston uchun joy qo'yib ketilgan. Kvartiramizning narxi 95 ming deb baholanmoqda. Samarqandda bo'lyapti.